ishlatgan atirlarimga birdan 10 gacha baho beraman. Pognali. Va birinchi o'rinda bizda Liber. Menimcha bu atirni xarakterli qizlar ishlatadi, juda ham derskiligi bor. Aromati lavanda, vanil, rezkiligi bor, shuning uchun 10 dan 9 baho beraman, lekin stoyki har kuniga menimcha bo'lmaydi. Hammani sevimli aromati Miss Dior. Buni menga birinchi muhabbatda eslatadi deyshadi. Nежный, gullik, yengil, lekin bunga 10 dan 8 beraman, chunki menimcha juda ham oddiy. Uchinchisi Jo Malone, tozalik, svejiylikda hidini beradi. Nok, gullar, yengil hid. Menga lichna juda yoqadi, lekin juda ham ko'p ishlatganim uchun bu atirni jonga tekkan 10 dan 8 baho beraman. Va to'rtinchisi Chloe Atelier de Fleur. O'ldirdim. Mayli. Bu atir o'zi haqida baqirmaydi, his qildiradi menimcha, juda ham elegantli, yumshoq, lekin hidi wow, qizlar ishlatib ko'ringlar, 10 dan 10 baho beraman. Beshinchisi Valentina, yumshoq, shirin, o'ziga tortadigan va esda qoladigan hid menimcha. Bunga 9,5 baho beraman. Va nihoyat Moskino bu yozni vaybini beradi. Svejiy, igriviy, ishlatib ko'rishga maslahat bergan bo'lardim va stoykasi ham yaxshi. Bunga 10 dan 8 baho beraman. Narxi ham yaxshi. Atirlarni originalini Asakadagi Tom Ford parfumeriyadan topishinglar mumkin. Butun O'zbekistonga pochta orqali chiqazib yuborishadi. Opisaniyada ularni profilini qoldiraman. Yana qanaqa rubrikalar xohlaysizlar yozib qoldiringlar, fikringizni albatta yozinglar.